Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Farg'ona viloyati Qo'qon shaharidan biz murojaat qilib chiqyapmiz. Men Uchko'prida blog yuritaman, blogerman. Bilasizlar, bunaqa ehson masalasida hadeb chiqmaganman. O'zim radnoy ammam, kichkina ammam. Jigar terroz bo'lib qolgani uchun xalqimdan, prezidentimdan qo'lidan keladigan ehsonchilardan ehson so'rab chiqyapman. Puldan emas, iltimos. 17 yildan beri ijarada o'tiradi. Biron marta insonidan yordam so'ramagan ammam, pochcham necha yildan beri mana musofirda yuradi. 3 ta bolasi bor, kichkina qizchasi bor. Kommentariyada Shavkat Zulfiqorni atmetga qilib ketinglar. Agar yetib borsa, rosa murojaat qilib chiqishdi. Mana ikkala farzandi ham telefon qildi. Yozishda qo'lidan kelgancha hech kimdan biron marta ehson so'rashmagan. Hindistonga olib borish kerak, oxirgisi deyapti. Yo'q, uyalaman, chiqmayman dedi. O'zim majburlab keldim. Mana shu bolalar uchun iltimos qilib so'rayapmiz. Yetim qolishidan qo'rqamiz, to'g'risi. Oson emas, sog'lig'i juda ham og'ir. Hozir 3 ta tashxisi og'irlashib ketgani uchun o'zim kelib majbur bo'lib chiqaryapman. Uyaldi chiqqani. Mana shu bolalarni onam uchun chiqaraylik degan uchun keldim. Iltimos, Shavkat Zulfiqorga hech bo'lmasam yetib borsin, ko'rsinlar shu videomizni. 86-yilman, 3 nafar farzandim bor. Jigar terroz bilan tashish qo'yishdi. Oxirgisi deyishyapti. Hindistonga boring deyishyapti doktorlar. Xalqimdan shu yordam so'rab chiqdim. Pol attavitman. Hamma joyim og'riydi, kechasi bilan uxlolmayman. Shu men uchun emas, mana shu farzandlarim uchun yordam beringlar. Iltimos sizlardan. O'zim 7 yildan emas, Rossiyada ishlaydilar. O'zim 17 yildan emas, ijarada yashayman. Ijara pulini berishadi, meni darmonimga qilishadi. Yetkazolmayaptilar. Iltimos xalqimdan, akalar, apalar. Men hech qachon davlatdan yordam puli so'ramaganman, hech kimdan yordam so'ramaganman. Mana shu farzandlarim uchun so'rayapman sizlardan, iltimos yordam beringlar. Men 15 yoshman, ayam uchun donorlikka ham tayyorman. Shu ayamga operatsiyalarga pul topib bersalar bo'ldi xalqimiz. Sizlardan iltimos qilamiz.